Nima gaplar? Hazillashamiz juda. Mana shu birinchi do'konga kirgan paytimda narsalar ko'rinib qolaveradi. Tirs. Narsalarga raspakovka narxlarini. Albatta men neferskiy short, jinsi dedim, jinsda. Narxi qatta ekan buni. Aka, mana bu narxi qatta. Aksiyasiga hisob qo'ygan ekan pederazlar bilan, ko'tlar bilan. Ha, narxi. Ne, примерно 1000 TL qancha bo'ladi O'zbekistonda? 1000 TL? Ha? Примерно aytavering. Ularga qaramaymiz, mana ular yomon chiroyli ekan. Montana Explorer. O'qishdan Hattam bitta o'yin bor ekan, eslashdagi unday. O'ynatib ko'raverish kerak. Tekin. Oynaga qarash. Jinsilar pichim bor ekanligi bor. Bitta bersam menga o'zimda bor, o'sha. Bunday qarab. Menga qaysi yoquvdi? Mana bu yoquvdi menga. Ammo yomon turib qo'y. Mana kameramga siqmaydi tabii. Mana deneyimsen. Aka telefoningizni bering-da, vlogga beraman hozir bitta mana shu yerda. Kamera telefoningizni? Ha, 14 Pro da hozir. Hozir mana 14 Pro da bratanniki. O'ziga qaramanglar, o'zi vash biznes boyadi. Hozir mana shuni olamiz. Bunday uraman, va o'tib ketadi. O, mana. Boshqacha atmosfera. Crash. Tentak. Valla ketdik. Hozir biz defakt adamiz. Sizlarga men obzor qilaman, obzor. Biznes, mana Fenkadan ko'ra. Fenkani nima deyilasiz, men bilmayman. Birinchi. Mashhurligini yoqdi. Narxini ko'ramiz, narxini albatta. 1000 TL. İndirmede he. Kazırlarla 100 TL çıkıp koyayım. Shunga vahima qiladi. Eslashda mana obunachilarimiz orasida ayol kishilar esa kelaverasizlar. Sizlar uchun narxini o'ylab o'tib qolibdi. Mana narxi 2000 TL. Bitta 4000 TL, bitta 100 dollar bo'ladi. Mana shu flash dedim, shu gap dedim, bir bora dedi. Qoralari mana eslashdagi 2000 TL. 550 dollar deganida 2000 TL. Mana yana bitta qizlarga. Mana gapirmayman. Alloh mana yomon chiroyli ekan. Menga yomon tushgan. Chota kamerasi toza emas-da. Bu tartib olayanda beshim. Oppa. Nima deydi? Nima ham chiroyli ekanmi? Bitta kiyib ko'raveraman. Mana bu yoqdi lekin. Pauza bo'lib qolibdi, uzr. Qatta pauza bo'lganida videoni to'xtatib ko'raman. Sizlarga defaktani zo'r anasini aytaman. Cho'p ekan. Kelgan paytlaring shu mana bu yerda zo'r bo'ladi, do'xin ko'rib ketgan. Studentskiy boylarga do'xisi bo'lmaydi. Sizlar kelib ko'rsa bo'ladi-da. Siz ko'rsalar.
Вообще so'ragan. Ko'rmang. Ikkisidan musobaqaga ketib qolsa ham bular bilmaydi. Hadi bashi so'ragan dahshat. Shunaqa gaplar. Sizlarga kirib pauza qilib olardim. Xullas qalamda. Boy bratimiz bo'lgan oyliklarga. Aka, bitta Instagramga trend ne? Nima qiladdan? Tiq. Voy, pizdes. Ha? Fotonda? Brend anavmi? Kiyim do'konmidi? Yuqorida emasmidi? Yo orqadamidi? Ha, yo'q ekan. Sharat dedi. Nima ekan bitta? Oh. Bitta kitoblar bor. Bir parchasini o'qib ko'raman. Bir zamanlar o'rmonda yashayotgan kırmızı, beyaz, sarı renk üç tane kelbin varmış deb yozib qo'ygan ekan. Mesela. Qo'yarkan. Shu. Nega? Oh shit. Oh shit baby. Ompana. Bitta trend beramiz hozir. Mana shu yerda sizlarga. Kamerani bir pasga pauza qilaman, o'sha videoni qo'yaman. Birinchi qor yoqadi, nima qilmoqchisan? Senchi nima qilmoqchisan? Daryo bo'yida bittasi bilan kurashmoqchiman. Xullas kalom shunaqa. Nasib qilsin, avvalim. Aka qani? Buyurib ketib qoldi ekan. To'pagan ekan. To'pada emas edi. Eshitda emas, shu masala. Tepada ekan aka. Assalomu alaykum. Somsalar juda ko'p ekan. Qaraymiz. Zina. Nega zinamaslik deyapman-ku? Настроение muncha zo'r desalaring. Pul bergan chunki. Apatda. Qanday deyishdi? Mana qayda. Allah, sana. Apa bilan bitta salomlashib qo'yaylik. Yaxshimiz. Слышали? Arabik ishlardi. Nayezini? Bilmayman, nima arabik ekani. Aka? Ayol kishilar kelgan-ku. Ayol kishilar kelgan-ku deyman. Hatta cho'ldan so'ragan. Yana ko'raylik. Opa, maktabga ana. Qizlar mana galda, keling yoqagan. Chirillasizlar. Uyalmay shuni kiyasizlar qizlar, ha? Shu tikkaysizlar, uyalmasdan hozir sizlarga olib ko'rsataman sizlar uchun. Böyle olinmaganini qarada.
Veslishda aka men shu olmoqchiman. Ya to'xta. Hayır, kız bola var ekan. Ko'rsatchi. Oo. Beyaz futbolka deydi. Aksi. Hadi tatlı. Ya şey var ya işte. Wow. İşte kesilmedi lan. Pulunu karasın ha. Küçüğüyle. Ona mesela güzel. Ne ne ona yemem cümle şeydi. Bile. Kıyına basada öyle. O'ylab olmasak bo'lmaydi aka. Sweetda. Ko'klarga o'xshab o'ylab qo'yaversam aka. Bunday qo'yaman. Xullas ketdikmi? Bu yerdan chiqamiz, boshqacha kiramiz. Uy, aka. Ajal narsani to'g'ri, ajalidan. O kapshonkasi buzib qo'ygan-da. Qo'ydim. Ammo mana u ham yomon chiroyli narsa-ku. No, qizlarkimi shunda? Bura? Muratmi? Ne narsani qildi? Evet. Koyun aka haydayapmiz hadi. Koyun haydayapti. Bitta video oling. Eski Biz O'zbekistonga qaytishda mana shunday bo'ladi. Ne? Bo'yinga masaj anavdi. Too many times.